Avtomobil Savyovsk desa hammaning xayoliga birinchi bo'lib telefon magazinlar keladi. Bu yerda bir arzon katta rinek borligini bilarmidingiz? Videoga bitta like tarqatib qo'ylar, hamma xabardor bo'lishsin. 3-vaqtdan chiqqan joyingizda 1 minutlik yo'l. Hozir bilib qoldim. Mana shu rinek sizlarga ozgina bo'lsa ham obzor qilmoqchiman. Qani unda ketdik. 3-vaqtdan chiqqaningizdan mana shu yozuvga ko'zingiz tushadi. Bundan buyoq Dakansa ketdik ichkariga. Kimdir Savyovskga kelib sochi o'sib ketgan bo'lsa, bemalol kelib mana strichka yozilgan kirasiz ichkariga sochingizni pastlab ketishingiz ham mumkin bu yerda. Halol go'sht yemoqchi bo'lsangiz, halol marketga kelasiz. Hamma narsasi halol ekan. Kolbasa deysizmi, sosiska deysizmi, любой narsa bor. Mana bu choyxona Isfara. Tojikistonliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Mana bu yerda kiyim magazin bor ekan, ichkariga kirib bir ko'raylik. Qanaqa kiyimlar bor ekan? Jinslar bor ekan, kurtkalar bor, mana bunaqa buruglar bor, pol klassika buruglar. Xullas, idealni kiyimlar bor ekan. Kelsangiz bo'ladi. Lag'monni yaxshi ko'rayotgan odamlar Lag'mon nomer 1 shu yerda ekan, kelaverasizlar. Endi 5 barmoq yeyish uchun Qozog'istonga borishingiz shart emas. Choyxona 5 barmoqqa kelasiz, Savyovskda maza qilib yeb ketasiz. Bu yerda choyxona barakat bor ekan. Uyga ketishda oldimdan sumka kerakmi, adaish kerakmi, obuv kerakmi, hammasi bitta magazin ichida ham joylashgan ekan do'stlar. Do'stlar, Sultonbek akaning magaziniga kirdik. Turli xil kiyimlar bor. Hammasi почти brend bilan adinakoviy, xuddi o'zim kiyib yuradigan kiyimlar ekan. Kelasiz, o'zingizga ma'qulni olasiz. Mana bu kurtkalar qarlar, maza qilasiz kelib olgandan keyin. Qani unda dalish ketdik. Tandirni samsa, lepyoshka va choyxona Vostochная kuxni. Qaranglar, bu yerda jenskoy, mujskoy adejdalar bor ekan, dalish ketamiz. Do'stlar, qo'ldan kelgancha sizlarga bozorni ko'rsatdik. Ko'rsatmagan narsalarimiz ham bor albatta, chunki videoga siqmaydi. Kelgan odam ko'radi, guvohi bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat, sog', salomat bo'lingizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.